Hop, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi avtomobilimiz Cobalt avtomobili 2023-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobka ikkinchi fayzisi. Mashinamiz bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, 4 ta yumshoq ballonlari bor. Hali yursa bo'ladi. Asl ballonlar gazla ustanovkalar qilingan mashinamizga. Mashinamizning tannarxini aytib o'tadigan bo'lsam, oxirida aytaman, juda ham arzon narxda. Mana salon ko'rinishlari. Mashinamizning probegi 225 ming yurgan probegi. Mashinamizni 225 ming yurgan probeglar. Salonlar tinda turibdi, yaxshi qo'lliklar tashib qo'yilgan. Mashinamizga metan 90 tali temir gaz ballonlar qo'yilgan, dartli bulu rangda. Mashinamiz naqd avtokreditga ham beriladi. Kraskasiga keladigan bo'lsak, mana shu ikkita eshigi, krilo, kapotda kraskasi ko'proq uchun mashinamizning tan narxini 125 million so'm deb baholadik. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib bemalol kelib ko'rib baraka qilishlari mumkin. O'zi uchun proverka qildirib oladi. Kraskalarni. Mashinamiz hamma joyi butun. Mashina boshlang'ich to'lovlari arzonroq bo'lsin desa 5 million so'm bilan ham chiqyapti avtokreditga. Oylik to'lovlari 4 million 279 ming so'mdan. Pastda raqamlarimni qoldiraman. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib baraka qilib olib ketishlari mumkin. Manzilimiz Jizzax shahri, prospekt Almas kafe ro'parasida.